Xurrak odamni o'ldiradi desam ishonasizmi? Ko'pchilik xurrak o'tayotgan bemorlarni ko'rib, mazza qilib nafas olyapti deyishi mumkin. Lekin aslida unaqa emas. Xurrak bu uyquda nafas to'xtab qolish sindromining asosiy belgisi hisoblanadi. Ya'ni bemorlar uxlagan vaqtda nafasi 30 sekund, 50 sekundgacha nafas to'xtab qolishi mumkin. Bunday bemorlarda infarkt, insult bo'lish ehtimolligi 2 barobar yuqori bo'ladi. Bunday bemorlar odatda ortiqcha vaznga ega bo'ladigan, ish qobiliyati past, tez charchab qoladigan, kayfiyati biroz tushkunroq, tez jahli chiqib ketadigan bemorlar bo'ladi. Bunday bemorlar odatda juda ham uyquchan bo'lib, hatto shunaqa bemorlarning bo'lganki, bir necha marta mashina haydayotgan vaqti uxlab qolgan bo'ladi. Bu bemorlarning hatto hayotini ham xavf ostiga qo'ygan bir necha marta. Agar sizda xuddi shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu kechiktirib bo'lmaydigan tekshirish va davolanishingiz kerak bo'lgan holat hisoblanadi. Agar sizda shunaqa muammo bo'lsa, direktda yozing, sizga yordam beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.